Endi qarang, kishini ichingdagi dardingni ishonib aytadigan bitta bir do'sti bo'lishi bu katta ne'mat. Ya'ni ayta olasan, hamma yo'g'ingni ayta olasan. Bunaqa odam ko'p bo'lmaydi, bitta yoki ikkita bo'ladi. Shunaqa do'sti yo'q odamga hayotda qiyin bo'ladi. Chunki inson g'amini, dardini birovga solsa, yoziladi. Aytsa, yoziladi. Bilasizlarmi, manaqa psixologlar deb qo'yadi hozirgi tilda. Shu psixologlarni ruhshunos bo'pti. Shu odamni asab kasalliklarini davolashda stressni chiqarishlik uchun shunaqa bir uslubi bor. Haligi bemor uzuncha yotadi divanda, hali psixolog o'tiradi oldida, ruhiy tabib qo'lida ruchkasi bilan gapiring deydi. Yotib olib gapiradi. Yoziladi shu bilan. Shunaqa uslub ham bor odamni davolashda. Inson ishidagi narsani birovga aytib solsa yengillaydi. Shuning uchun aytilar ekan, diqqat qilinglar. Musulmonga o'zini holidan shikoyat qilgan odam